Dostlar, bugungi obzorimizda 3 xona 4 xona qilingan birinchi podyezddan ana shu xonadan bo'ladi. Tashqi fasadlar ana shunday ko'rinishda, temir eshiklar ustlarini naves qilib chiroyli etib qo'yibdilar. Aldidan topsan qo'yib, yozning issiq kunlarida kechda salqinda bemalol dam olsanglar bo'ladi. Uyning ichki obzorlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kanalda yangi bo'lsanglar, podpisatsiya tugmasini bosib, like bosib, esdan chiqmasin. Birinchi etajdan dom bo'ladi. Bu yerimiz doполнительно qo'shib solingan, yaxshi etib solingan, ustlari pilta bilan bostirilgan. Hozirda bir oshxona, o'tiradigan yer etib foydalanib turibdi. Videoda ko'rib turgan ana shu narsalar qoladi, xolodilniklari, hamma narsasi qoladi, to'shamlari. Uyning ichlari bilan tanishtirib o'tamiz. Shunda kirganimizda hol, katta hol. Oldingi domlar bilsanglar, hollar katta bo'ladi. Bu taraf podyezddan kirish eshigi, hozirda buni yopib qo'yibdilar. Eshiklari toza qo'yilgan, hammasi tozadan qo'yilgan. Remontlari ajoyib. Holimizda katta konditsioner bor, bu konditsionerimiz ham qoladi. To'shamlari qoladi. Sizlarni birinchi spalni bilan tanishtiraman. Spalnimiz razmerlari keng, kichkina emas. Remontlari ham yaxshi rang berib, chiroyli bo'lib turibdi. Televizorlari bor. Oynasi yo'l tarafga qaragan bo'ladi. Oynalar ham hammasi akfadan qo'yilgan. Yaxshi lyustra qo'yilgan. Ikkinchi xonamiz zal. Zalimizning razmeri dim katta. Chiroyli lyustralar qo'yilgan, perdelar qo'yilgan. Mana shu to'shamlari qoladi. Bu toza ko'rpa to'shaklar olib ketiladi. Narx ham qimmat emas. Lokatsiyasini arziydi. Detskiy spalnimiz. 3-xonamiz bo'ladi. Shunda kirganimizda detskiy spalni. Orqaga qaragan oynasi bor. Qarasanglar, bu tarafdan kirib chiqaman desanglar, ana shu yerda bir eshik qilib, ko'cha tarafdan kirib chiqatan ishlasanglar ham bo'ladi. Ko'pchilik yerlarda shunday qilib qo'yibdi. Sanuzelga kelsak, sanuzelimiz tarafda portiklari akfadan, kotyoli bor, gazdan umuman muammo yo'q. Ariston qo'yilgan 50 litrlik issiq suv, muzday suv, vannasi, hamma narsa ishlab turibdi. Kirmashinlar ham bor. Qo'l yuvish uchun rakovina, kafelari bilan chiroyli qilib ishlab qo'yibdilar. Narxi ham bunday qimmat emas, narxi yaxshi narxda. Ko'p narsalar qoladi bu yerda. Narxi $20,000. Ustida xayrina bir $50, $100 qaytish mumkin, lekin undan ko'p qaytilmaydi. Shuni eslab qolinglar. Bitari $20,000. Endi sizlarni lokatsiya bilan tanishtiraman. Bog'cha, maktab, bozor, davlat idoralari hamma narsaga yaqin. Do'stlar, manzilimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri, Bo'ston mahallasi bo'ladi. Sadriddin Ayni ko'chasida joylashgan, 22 ning ostida joylashgan. Ana shu orqamdagi magazin Orientir bo'ladi. Shu yerdan kirib borganingizda ikkinchi podyezd, birinchi etaj joylashgan bo'ladi. Bu tarafimiz masjid tarafdan kelish, muzikalniy shkol, bu taraf налог tarafdan kelishingiz bo'ladi. Afsona kafesi bor. Shu yerdan kelganingizda ana shu ko'cha burilgan yerimizda joylashgan bo'ladi. Tasavvur nomerlarga bog'lansanglar, o'zlaringiz olib kelib ko'rsatamiz. Вообще zo'r yerda joylashgan. Yaptың bo'yi, yo'llari yaxshi, gaz, svet, suv, Wi-Fi'dan, kanalizatsiyadan hech qanday muammo yo'q. Вообще zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Ana shunday dom qarab turgan tanish bo'lsangiz tashlab qo'yamiz. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Bizlarni kuzatishda davom qiling.